Mana bugungi dastavkamiz ham xudo xolasa tayyor. Amalladik, yukladik. Bu ikkita qichuv motor. Vitrina -9 gacha bir dona qoluvdi, ketdi mana. Atay reklama qilmadim. Akalar o'zlari kelishdi, o'zlari ko'rib, yoqtirib olib ketishdi. Ketishmadi, to'g'rirog'i chaqirishdi mana. Endi olib ketyapmiz xudo xolasa. Dastavka sistemam shunaqa ishlaydi. Boya aytganimdek, bu Snow Village brendidan xolodilnik sotib baraka topdim. Biror marta yomon gap eshitmadim, eshitmay ham xursand bo'lib ketyapman, buni o'ylasam. Klientlar xursand bo'lsa, men ham xursand bo'laman. Yomon gap eshitmasam, men ham xursand bo'laman. Hamma xursand. Qo'limiz ko'ksimizda. Mana Xitoylikning o'zi bilan dastavkani qildik, akalarimiz. Men bu turk shashlik qilar ekan, juda qiziqdim shashligini yeyishga. Bardak choy nima degani? Turkcha choy. Voy, bardak choy nimaligini bitta kommentariyada belgilab ketinglar. Hozir ichaman demoqchi edim, lekin uni ham vaqti yo'q, meni ham vaqtim yo'q, dastavkadamiz. Lekin kelaman, mana shashlik mashina ichida turadi. Mashina o'sha kim edi? Sezar. U turk mashinada putanda. Turk. Hay, turkcha mana shunaqa joy ekan, lekin juda qayerda bu yer? Yamin balov. Yamin balo. Yo'q, bu. Eski uy bozor. Ha, uy bozor. Literaturniy, mana bozorcha mana. Oqtepa bozor. Ha, mana Oqtepa bozor. Bu yerda uy bozori, bardak bozor bo'ladi. Endi bardaklar bu yerga ham ketdi, xudo xolasa. Mazasi qanaqa ekan? Kelasizlar, ko'rasizlar, bitta ichib ko'rasizlar, qani baholarni keyin beramiz.